Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Suriya hukumati Uyg'urlarni qaytarish haqidagi xabarga inkos qaytardi. Suriya Tashqi ishlar ministri Xitoyda ziyoratda bo'layotgan mezgilda Suriya hukumatining Xitoyning talabiga asosan 400 Uyg'urni Xitoyga topshirib berishni planlaganligi haqida xabar tarqalib, xalqaro kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Ammo Suriya Tashqi ishlar ministrligi buningga tezlikda inkos qaytarib, aloqador xabarning yolg'on ekanligini ta'kidladi. Fransiya xabar agentligi 17 noyabr e'lon qilgan bir xabarida nomsiz hukumat amaldorlarini manba ko'rsatib turib, Suriya Tashqi ishlar ministri Asad Hasan Shaybani Xitoyda ziyoratda bo'layotgan mezgilda Suriya hukumatining Xitoyning talabini qabul qilib, 400 Uyg'ur jangchini Xitoyga topshirib berishni planlaganligini bildirdi. Mazkur xabarning nufuzli bir axborot organi tomonidan e'lon qilinishi va Suriya Tashqi ishlar ministrining Xitoy ziyorati mezgiliga to'g'ri kelishi sababli xalqaroda jumladan muhojiratga Uyg'urlar orasida kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Suriyaning davlatlik xabar agentligi Sana qisqa vaqtdan keyin bu haqda uchur ham baharlab, Suriya Tashqi ishlar ministrligining aloqador xabarning butunlay asossiz ekanligini aytganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugungi axborot yig'inida Shaybanining Xitoy ziyorati haqidagi savolga javob berib, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining uchrashish davomida Xitoy Suriya munosabatini yaxshilash, bir-birining ichki ishiga aralashmaslik kerakligini ta'kidlaganligini, shundaqla Turkiston islom harakati bo'lsa BDT tarafidan xalqaro terrorlik tashkiloti deb tanilgan. Suriya taraf hech qanday bir organning Suriya zaminidan foydalanib, Xitoyning manfaatiga zarar yetkazishiga ruxsat qilmaydiganligi haqida va'da berdi deganlarni o'tirg'a qo'yganligini bildirdi. Uyg'ur tadqiqot instituti bugun bu haqda bir analiz maqolasi e'lon qilib, aloqador xabarning orqa ko'rinishi, Xitoy Suriya munosabati va Suriyadagi Uyg'urlarning taqdiri haqida analiz va farazlarni o'tirg'a qo'ydi. Maqolada Xitoyning besimi bilan ilgari Misr, Tailand qatorliq davlatlarning Uyg'urlarni qaytarganligidek voqealar yuz berganligi sababli Suriya hukumatining Uyg'urlarni qaytarish mumkinchiligidan andisha qilishning aqlga muvofiq andisha ekanligi, ammo bir qator sabablar tufaylidan kollektiv qaytarib berish ehtimolligining yangi Suriya hukumatining ichki va tashqi siyosiy realligiga uyg'un kelmaydiganligi ilgari surildi. Analiz maqolasida buning sabablari o'tirg'a qo'yilib, birinchidan Suriya yangi hukumatining Asad rejimiga qarshi urush qilgan har xil o'qitichi guruhlarning birlashmasi ekanligi, zolim hokimiyatlarga qarshi urush qilayotgan diniy qarindoshlar deb qaralgan Uyg'ur jangchilarini Xitoyga topshirib berish yangi hukumat uchun zo'r bir xiyonat deb qaralib, ichki jihatdan cho'nqur bir krizisga yo'l ochadiganligi, ikkinchidan bir millatni kollektiv holda qaytarib berish Suriya hukumatining xalqarodagi obrazini yer bilan yakson qildiganligi, shundaqli hukumatning g'arb bilan munosabat o'rnatish tirishchanligini vayron qiladiganligi, uchinchidan Turkiya qatorliq rayonlik ittifoqdoshlar bo'libmi Turkiyaning Suriya o'qituvchilarining eng muhim qo'llovchisi ekanligi, tarixiy va milliy bog'lanishlari sababidan o'z ittifoqdoshi bo'lgan yangi Suriya hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishiga ko'z yumishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligi, bu sababli Anqaraning bu masalada Damashqqa jiddiy bosim ishlatganligini faraz qilg'ili bo'ladiganligi qatorliqlari ta'kidlandi. Maqolaning oxirida Suriyadagi Uyg'urlarning kelajagi haqida bir necha xil ssenariyalar o'tirg'a qo'yilib, Uyg'urlarni yanilib butunlay bexatar deb qarag'ili bo'lmaydiganligi, navbatda Xitoyning g'oyat zo'r iqtisodiy kuchi bilan Turkiya qatorliq rayonlik ittifoqdoshlarining siyosiy besimi orasida tangpongliq saqlashga tirishadigan Suriya yangi hukumatiga nisbatan Suriyadagi Uyg'urlarning mushkul sinoq ekanligi o'tirg'a qo'yildi. Amsterdamda Sharq Turkiston Cumhuriyet kuni xotirlandi. Ikki qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilish kunini xotirlash munosabati bilan 16 noyabr Amsterdamdagi Dam maydonida Cumhuriyet kunini xotirlash yig'ilishi o'tkazildi. Faoliyatga Gollandiyada yashayotgan bir qism Uyg'urlar tashkilot mas'ullari va Xitoyning ishg'oliyati ostida yashayotgan Tibet, Mo'g'ul qatorliq ko'plagan millatlarning faoliyatchilari qatnashib, Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llash maydonini ifodaladi. Faoliyatdan oldi bilan Sharq Turkiston istiqlol marshi qo'yilib, ay yulduzliq ko'k bayroq chiqarildi.
Arqadan Abdurrahim G'ani Uyg'ur va boshqa faoliyatchilar ayrim so'z qilib, Xitoyning ishg'oliyat tarixini bayon qilib o'tgandan sirt, navbatda Xitoyning Sharq Turkistonda sistemalik ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga, ishg'oliyatiga qarshi g'azab nafratini ifodaladi. Amerika qo'llagan G'azza qaror loyihasi BDTda ma'qullandi. Amerika qo'llagan G'azza qaror loyihasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, har qaysi taraflar G'azzani boshqarish, qayta qurish va bexatarlikni nazorat qiladigan xalqaro tinchlikni saqlash qismi qurishni nishon qilgan bu qaror loyihasiga o'xshamagan inkas qaytirdi. Mazkur qaror loyihasi 13 ovoz bilan ma'qullangan. Xitoy va Rossiya ovoz berish huquqidan voz kechgan. Vafa xabar agentligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda bildirilishicha, Falastin hukumati qaror loyihasining qabul qilinishini qizg'in qarshi olib, darhol ijro qilinishini talab qilgan va bu qaror loyihasini ijro qilish uchun Amerika, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Arab va musulmon davlatlari bilan hamkorlashishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Falastin qarshilik ko'rsatish harakati Hamas qaror loyihasining qabul qilinishini rad qilib, G'azzadagi falastinliklarning qaror loyihasiga qarshi ekanligini jakarlagan. Hamas bu haqda e'lon qilgan bayonotida quriladigan har qanday xalqaro tinchlikni saqlash qismining faqat chegaralarga o'rinlashtirilishi, kuchlarni ayirishi, urush to'xtatishni kuzatishi va butunlay Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nazorati ostida bo'lishi kerakligini bildirgan. Prezident Donald Trump qaror loyihasining qabul qilinishini maqtagan va buning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarixidagi eng chong tasdiqlarning biri bo'lib xotirlanganligini aytgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres qaror loyihasining qabul qilinishini qizg'in qarshi olgan va buning urush to'xtatishni kuchaytirish uchun muhim bir qadam ekanligini aytgan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.